Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabilimizda bir qo'shni davlatdan bir bemor bo'ldilar. Aytishlari bo'yicha 1 yil oldin ham 36% yog' bo'lgan tomirimda, bo'yin tomirimda deyaptilar. Mana o'sha 36%, 36.6 o'zgarmagan. Ya'ni bular dorilar ichib yurganlar. Mana razmeri bu bilashka, shu yog' bu, xolesterin bu tomirda ichi. Bu agar to'liq yopib qo'ysa 100% bo'ladi. Bular shu insult, shu kabi asoratlarga olib boradi. Bu qon bosimi chiqqan odamlarda qon bosimi hisobiga yoki bo'lmasa bu o'zi qon bosimini chiqishiga sabab bo'ladi. Nasl omillar bor, yegan ovqatlarimiz, mana shu xolesterin, shu bilashka shu mana. Dori ichib yurganlar nima uchun ko'rsatyapsiz videoni? Men dori ichib yurganlar uchun mana pokrishkalar ustilari qattiq, xudo xohlasa qonab ketmaydi. Yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar.